Siz Manchester City safida katta bosimli, katta uchrashuvlarda ishtirok etdingiz. Bugungi o'yin bilan solishtirganda Chempionlar Ligasi mana bu o'yin. Hozir O'zbekistonda o'yinda sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma Germaniya bizda bo'lmaydi aka. Bu savolga javob berish qiyin savol aka. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi 10-da? 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barchani Oldindan aytib qo'yish kerak emas. hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom davon. Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha, Bo'ldi. bo'ldi. Ha? Hozir yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat, rahmat. Abbos, siz Turaymi? Turib turing. turing. Do'stingizni yonida turing. Do'st bo'lsang, Abbosning Xo'p, Abbos, tabriklayman. Juda og'ir o'yin, juda og'ir yo'l bosib o'tildi va yangi tarix yaratilyapti shu haqida. Alhamdulillah. Bu g'alabaga erishishni butun xalqimiz juda ko'pdan beri kutdi. O'zbekiston futboli, O'zbekiston xalqi jahon chempionatiga chiqishga haqli edi deb o'ylayman, chunki bu ajoyib jamoa bilan chiqmasa uyat bo'lardi. Xudoga shukr, bu uddaladik. Alloh ber. Ko'tarib ketdi. Qarindoshlarimiz